Assalamu alaykum, aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Haftalik suhbat temamizni boshlaymiz. Bu tema sizlarni qanchalik qiziqtirayotganligini bilmadim. Agar qiziqmayotgan bo'lsanglar, darhol inkos bildirsanglar bo'ladi. Chunki bu uzun bir gap. Bu yana necha haftamizni erishi mumkin. Bugun Xitoyning Yevrosiyo strategiyasi temasining 4-qismi. Bu qismda Osiyodagi yangi tangpungliqlar yoki yangi muvozanatlar temasiga to'xtalamiz. 2005-yildan keyin Osiyodagi tangpungliq yangidan ta'sis bo'lishga boshlamoqda edi. Aslida Amerika va Hindiston munosabatlari tuvan saviyada kelayotdi. Endi Osiyoda maydonga kelgan yangi taraqqiyotlar, xususan Shanxay hamkorlik tashkilotining yangi jur'atkor qadamlari Amerikaning Osiyo siyosatida ba'zi o'zgartishlarni olib berishga qistidi. Osiyoda saplar ayrilyotdi. Yani Hisamidinning tikkan ikki yog'ichi var, ikki muma. Ak muma ve qora muma. İkki yog'ochning tubiga to'planinglar deganga o'xshash ikki sap ayrilyotdi. Davlatlar saplarni yangidan belgilamoqda edi. Qaysi tarafda turadiganligini yangidan belgilamoqda edi. Yangi blok uyushmoqda edi. 2005-yili Putin Amerikaning dunyo siyosatini tanqidladi. Arqadan Fransiya, Germaniya, Angliya, Yevropaning 3 cho'ng davlati Yevropa ittifoqining Xitoylarga qarshi ijro qilayotgan qurol embargosini amaldan qoldirish chaqiriq qildi. Amerikaning oraga kirishi bilan Angliya bu tashabbusdan voz kechdi. Bu deganlik ikki ingliz tili davlati başdan axir gapi bir. Angliya Amerikaning gapini anglaydi. Yevropa ittifoqi dastlab qurilgan davrda Angliyani bu ittifoqqa qabul qilmagan. Bu Fransiya Cumhurbaşkanı De Gaulle'ning chaqirig'i bilan uyushgan bu Yevropa ittifoqi. De Gaulle hayot vaqtida Angliyani elishga zadillanmagan. Angliya Amerikaning Troya yog'och eti deb qaradi. Keyingi nurg'un voqealardan qarasanglar, bu o'xshash tildagi ikki davlat o'xshash maydonda. Asli gapimizga kelsak, Angliya bu tashabbusdan voz kechdi. Rossiyaning tanqidiga Amerikaning javobi sobiq Sovet ittifoqi jumhuriyatlaridagi ranglik inqiloblar bo'ldi. Oqibat bo'lsa Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlarining tuproqlaridan Amerika kuchlarining chiqarilishi. Amerikaning Afg'onistonda olib berayotgan operatsiyalarini to'xtatish bu taraqqiyotlarning yuqori pallasi bo'lib qoldi. Amerikaning Iroq masalasi bilan taqilib turib qolishi, Amerika tarafidan yetim qoldirilishga tirishilayotgan Iranni ikki yadro davlati va ikki Birleşken Milletler Teşkilatı'da rad qilish huquqi bo'lgan ikki doimiy a'zo davlatlarning o'zlariga ittifoqdosh qabul qilishi qatorliqlarmi Amerikaning Osiyo siyosatining muvaffaqiyatsizligi sifatida qabul qilinishi kerak bo'lgan masala edi. Shanxay hamkorlik
Elhamdülillah şükür. Şanghay Hamkorlik Tashkilotining Iran masalasidagi tutumi Amerikaga qarshi maydon o'qishlar emas, yana bir qarshi ittifoqning shakllanishining signali bo'lib qoldi. Aslida Şanghay Hamkorlik Tashkilotini eg'izdagi tashviqotda bu harbiy ittifoq emas yoki NATOga qarshi NATOga o'xshash bir ittifoq emas. Burungi Varshava shartnomasiga o'xshash bir ittifoq emas deb pardozlashga urinadi Xitoylar. Ammo bu bir ittifoqning shakllanishining signali bo'lib qoldi. Iroq tufaylidan Osiyo rayonidagi o'zgarishlarga diqqatsiz qilayotgan Amerikaning an'anaviy ittifoqdoshlari bo'lgan Yaponiya, Janubiy Koreya ve Filippinlarni bağın sırı özlerinin rayon karakterlik siyasetlerini özleri belgilashga başlaşı. Amerika müstesna. Bundan şunu görüp olayımız ki, burun Amerika'nın məsləhəti yol göstərişi bilan belgiləydigan bu siyasetini, rayon karakterlik siyasetini, endi öz aldığı belgilashga başlaşı. Amerika'nın Şimali Koreyaning yadro faaliyatlariga qarshi yo'l qo'yayotgan siyasetlarining natijasiz qilishi Amerikani Osiyo rayonida yetarlik darajada qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Amerika'nın Osiyo rayonida borgan sir ko'p qonsizlashishi, qonsizlashib ketyapti, ya'ni jiq qon qaybityapti. Kan yo'qotyapti. Hammadan ko'p Rossiya Xitoy ittifoqining ishiga yaradi. Amerikaning Osiyo Tinch okean rayonida qansizlashib ketishi, yaralandi, jiq qon ketyapti. Acizleşip ketip baradi degan gap. Bu Rossiya bilan Xitoyning ishiga yaradi. Endi strategik ziyoratlar. 2005-yil oktyabrda Bush Janubiy Koreya, Yaponiya va Xitoyni o'z ichiga olgan Osiyo ziyoratini boshladi. Oldi bilan tabiiy ittifoqdoshlarini ziyorat qildi, undan asosiy ziyorat nuqtasi bo'lgan Xitoyga bordi. Bu ziyoratda Xitoyni yeniga tortishni sinab baktı. Yani Rossiyaga o'rtaq qarash qilmoqchi bo'ldi. Buni sinadi. Bu siyaset xuddi soğuk munosabatlar urushi davrida Sovet ittifoqiga qarshi Amerika Xitoy ittifoqiga o'xshaydi. Shunga o'xshash bo'ladi, shunday natija beradi deb xomxayol qilib qoldi Bush. Ammo qanday oldu? Bu qitim asosli o'yinchilardan biri almashgan edi. Ya'ni endi Sovet ittifoqi emas, Rossiya var edi. Ehtimolligi bo'lgan taraqqiyotlarga qarshi Putinmi darhol Yaponiyaga ziyoratga berib, energiya qartini ishlatdi. Ko'zlarini. Bu orqali Xitoyga xato qadam olmasligi haqida yo'shirun imo qilgan bo'ldi. Qadamni xato besib qolsang, beshingga balo topsan degan bir imo ishoratni berdi. Natijada Bushning bu qitimqi ziyorati kutgan natijani bermadi. Mag'lubiyat bilan natijalandi. Undan keyin yana Iran mavzusida Xitoy va Rossiya to'salg'i bo'lib o'tirib chiqdi. Xitoyning Latin Amerikasi, Afrika va Yevroosiyoda eshayotgan ta'siri neokonlarni qo'rqitmoqda edi. Neokon degan yangi konservativlar. Amerikada g'arb dunyosida maydonga kelayotgan bir sinf. Neokonlar. Neokonservativ degani. 2006 yil 6 fevralda e'lon qilingan Pentagonning dokladida
kelgusida Amerikaning dunyoviy kuchini yemirib o'taydigan birdan-bir kuch Xitoy bo'lib qoladiganligi ta'kidlanib, har turli oldin olish tadbirlari tavsiya qilindi. Ya'ni Amerikaning Latin Amerikasi, Afrika va Osiyada, Osiyo davlatlaridan O'rta Sharq davlatlarining birmunchisida nazardan tushishi Şanghay Hamkorlik Tashkiloti soyasida kuchlangan Xitoy uchun fursat va yangi manevr maydonlarini operate qildi. Xitoy bu davlat va qit'alarda tinchlikchi, tamossiz yordamchi, yaxshi niyatli do'st obrazi bilan o'tirib chiqdi. Xitoy biz biladigan Xitoy taki 100% kuchni qo'liga kirgizmaguncha asli qiyofatini oshkor qilmaydigan bo'lg'achqa bu rayonlardagi davlatlar hala Xitoy patqiga petishni davom qilmoqda. Agar Rossiya Xitoy munosabatlari buzilmagan ahvol ostida Amerikaning Xitoylar bilan o'z oldiga taqobil kelish ehtimolligi kun sari azaymoqda. Pentagon dokladida ilgari surilganidek, Amerika Osiyo rayonidan Xitoydan eng endish qilmoqda. Xitoymi buni his qilg'achqa Pokiston bilan strategik hamkorlik o'rnatib, rayondagi bexatarlik chambarini kuchlantirdi. Aslida 62-yildagi Hindiston bilan bo'lgan to'qinish va bu to'qinishda Sovet ittifoqining Hindiston tarafida bo'lish tufaylidan Pokistonni bir tangshak tish qilib foydalanish, Pokiston orqali Hindistonni cheklash yo'lini tutib kelayotgan Xitoy endi Hindistonni Şanghay Hamkorlik Tashkilotiga a'zo qilish orqali Hindistonni texmi oson kontrol qila oladigan bo'ldi. Xitoy Pokiston strategik hamkorligiga javoban Tayvan darhol inkos bildirdi. Kuomintang tarafidan 90-yilda qurilgan Tinch birlashish komitetining taqalganligini e'lon qildi. Shuncha vaqtdan beri mavjud bo'lgan bir organning Xitoyning iqtisodiy va harbiy kuchi yuqori pallaga chiqqan shu kunlarda bunday jur'atkor qarorni e'lon qilishi qaramoqqa Tayvanning bo'yidan oshgan bir qadam edi. Shunga kishilar buning aqsida Amerikaning bog'liq haqida so'z cho'chak qilishdi. Amerika bo'lsa Tayvanning hozirgi salohiyatini saqlab qolishga tarafdor ekanligini ilgari surib, Tayvanga haybagan bo'ldi. Chunki Xitoylar Tayvanning qarori tufaylidan bakma temperaturasi o'rlab, har qanday bo'linma xususiyatli gaddi harakatlarni urush e'lon qilish hisoblaydiganligini jakalagan edi. So'g'oq munosabatlar urushidan keyin Amerika Hindistonni yangi dunyoviy siyosatda yangi kuch bo'lib yetishib chiqish uchun qo'llamoqda edi. Harbiy ashyolarni elim-setimda kelishimlar qilgan edi. Bu boshqariladigan bomba qalqon sistemasi, vatanparvar F-16 uçakları, casus uçakları kadar bekkan dairede bulup Hindistan'dan talep, İran mevzusu da Amerika tarafı turuşuydu. 2006 yıldaki Bush'ның Hindistan ziyareti münasibetlerde yeni bir devre açtı. Hindistan'a yadro reaktör zapçasları setişinin öz içine alan bu hemkarlık sayesinde Hindistan texmi köp yadro okbeşi işlep çıkarış seviyesiga yetti. Bush bu qatimqi safarda Pokistonni ziyorat qildi. Pokistonmi xuddi Hindiston bilan qilingan kelishimlarning o'zlari bilan qilinishini tamoq qilgan bo'lsa-mu, Bush ularning umidlarini yeg'di. Pokistondan bundaq bir tomoni bo'lmasligini. Pokistonga kelish sababining terror mavzusida Amerikaga bergan va'dasida tug'an-tug'mag'ini bilib beqish kelganligini aytdi. Pokiston umidsizlikka patdi. Amaliyotda Pokiston Xitoyning quchog'iga texmbek ishtirilgan edi. Aslida Bush bu orqali Hindistonni texmbek o'ziga bog'lashni, taraflarning aniq ayrilishini foydali deb qaragan bo'lish kerak. Endi ko'rilayotgan natijalardan shuni his qila olamizki, Bushning bu o'ylaganlari xatosi qolgan chot. Bazarga to'g'ri kelmay qolgan chot bo'ldi. Pokiston Milliy mudofaa maslahatchisi Muhammad Ali Durrani buningga inkos bildirib, Pokiston Xitoy bilan bo'lgan yadro hamkorligini kuchaytirdi dedi. Andaq qazonga mandaq tushunmoqchi.
Xitoy Bushning bu ziyoratini diqqat bilan kuzatdi. Amerikaning Hindistonni o'ziga qarshi kuchlantirayotganligini fahmetdi. Bu o'zining tinch taraqqiyoti uchun tahdid deb qaradi. Bundan boshqa Amerikaning Birmani Shimoliy Koreya bilan birga tilga olishi, Birmani ayblashimi Xitoylarning ishiga yaradi. Amerikaning Birmani ayblashining sababimi Birmaning Xitoy bilan bo'lgan hamkorligi uchun edi. Xitoy Birma orqali Bengal qo'ltig'ini kontrol qilmoqda edi. Ko'rayotganinglar bu Birma Bengal qo'ltig'i. Bu qizil chegara bilan ayrilgan yer Birma. Qag'imni o'zingni ko'rib turibsizlar. Shunda qilib shu yili Putin Xitoyni ziyorat qildi. Bush ziyorat qilgan yili. Strategik o'rtoqligining 10 yilligini tabriklashga bag'ishlangan bu ziyorat ilgirki Bushning ziyoratiga selishtirganda Xitoyda cho'ng dag'dug'a qo'zg'adi. Bunu Amerikaga ko'rsatilayotgan ko'zir edi. Amaliyotda ikki davlat orasidagi hamkorlik bo'libmi, harbiy hamkorlik Xitoyning kuchayishida g'oyat zo'r rol o'ynayotgan omillarning biri edi. Energiya sohasida Xitoyning energiya iste'molining %8'ini Rossiya ta'minlamoqda edi. Bu temir yo'l va turba orqali ta'minlanmoqda. Rossiya Saudiya Arabistonidan qolsa dunyo bo'yicha ikkinchi cho'ng neft savdogari bo'lishligi bilan yuksalayotgan va buning bilan energiyaga bo'lgan ehtiyoji oshib berayotgan Xitoyni Rossiyaga bog'laydigan muhim omillardan biri bo'lib qolmoqda edi. Rossiya Xitoy strategik hamkorligining texnik muhim halqasi harbiy hamkorlikdir. Xuddi 50-yillarda yangi qurilgan kommunist Xitoyning eng muhim qurol yarog' ta'minlovchisi bo'lganidek, bugunmi Rossiya Xitoyning eng cho'ng xaridori. Rossiyami Xitoyning eng muhim qurol ta'minotchisi bo'lib qolmoqda. Xitoyning shirin tushlaridan biri dengizlarda zo'migar bo'lish edi. Bu Tayvanni qorishib olish arzusida halqiliq masala bo'lg'achqa, arzuning muqaddimasi mushu arzudan tug'ilg'achqa. Ya'ni Tayvanni qo'shib olish. Dengizda kuchaygandan keyin qo'rqoq selish orqali Tayvanni o'ziga qo'shib olish arzusidan dengiz armiyasini kuchayish arzusi tug'ilgan. Mush arzudan boshlangan va barbara dunyoga xo'ja bo'lish qora niyati bosh ko'targachga bu arzusi kuchayib bormoqda edi. Buning uchun Xitoylar uchoq kemasiga ega bo'lishi, yadro suvosti paraxodlariga ega bo'lishi shart edi. Xitoylar 94-yildan uchoq kemasi yasash urinishlarini boshladi. Bu urinishlarga Ruslarning Admiral Gorshkov yoki yana bir ismi bilan Baku uchoq kemasi ulgu qilinyotdi. Bundan boshqa uzun manzilli destroyer yasashni planga kirgizgan edi. Bir xil urush paraxodi. O'zining yasaganlari bilan qanoatlanib qolmay, yana Rossiyadan Sanborin SSN 22 boshqariladigan bombalar bilan jabdilgan Savriminni, ya'ni bu Savriminni degan zamonaviy modern degan gap. Savriminni sinfi destroyer va shu boshqariladigan bombalar bilan jabdilgan 8 yangi kilo sinfi su osti paraxodi setib olgan edi. Xitoylar 16-iyul 2005'te o'zi yasagan su osti paraxodidan uzun manzili 8000 kilometr. Julang 2 ballistik boshqariladigan bombani muvaffaqiyatli sinab qildi. Bunun bilan Xitoylar Amerikaning g'arbiy qirg'oqlarini bombalay oladigan saviyaga yetganligini isbotladi. Xitoyning og'amchisini erkin qo'yib etib
Amerika özünün beşiği bala tapmakta. Yani. Hazırqıça taxı bu 2005-2006'daki gepler. Hazır 10 yıldan köp vaqt ötdü. Texiçi onu tizginleydigan tedbir elinmedi. Bu deganlik Xitoy texmi kuchlantirgan. Xitoy havo armiyasi Rossiyadan 2003 yilida 1 milliard dollar qimmatida 24 dana Su-27 ve Su-30 kurashchi uchoqlar setib olib, havo armiyasini kuchlantirdi. Bu taraqqiyotlar qarshida Rossiya harbiy taraf hukumatning Xitoylarga ko'rsatayotgan chekdan oshgan do'stligini tanqidlash tutum ifodalamoqda. O'tmishda Xrushchev Xitoyning atom bombasiga erishish orzusi haqida "Yenimda atom bombasi bo'lgan qo'shnim bo'lsa, men xotirjam uxlayolmayman" deganidek, Rus generallar Rossiya Xitoyga bergan ishlab chiqarish huquqi soyasida Xitoyning intayin kuchayib ketayotganligini tilga olib, hukumatni ogohlantirmoqda. Qurolning o'zini setish bilan cheklanmay, ishlab chiqarish huquqini o'tinib berayotgan gap Rossiya. Bu mezgilgacha. Nurg'un turdagi qurollar. Putin bu ogohlantirishlarni diqqatdan qochirgani yo'q. Keyingi chaqlarda Xitoyga beriladigan texnik huquqi masalasida tanlab berishni yo'l qo'ydi. Ya'ni ba'zilarini beradigan, ba'zilarini bermaydigan bo'ldi. Masalan, atom bombasi elib yura oladigan oxirgi model bombardimon uchiqi Tu-19, Tu-22larni Xitoyga setishga uzoqcha yaqin kelmadi. Ammo o'rtaq harbiy manevr qilgandan keyin setib berdi buni. Shundaqla Putin dengizlardagi tangpongliqning Xitoyning foydasiga buzilmasligi uchun Admiral Gorshkov uchoq kemasini Hindistonga setish haqida Hindiston bilan kelishdi. Endi diqqat qildigan yeri chiqyapti. Amerika Hindistonni Xitoyga qarshi bir tangshaktish qilish uchun Hindistonni kuchaytgan. Xitoylarmi, Rossiyami Xitoyni cheklashda bir tangshaktish qilish uchun, tangpongliq amili qilish uchun Hindistonni kuchaytiryapti. Demak, bu arada Hindiston foydalab o'tibdi. Xitoymi hech narsa ziyartatgani yo'q. Bunun bilan Hindiston floti Hind okeanda va uningga tutash dengizlarda bir tangpongliq amili holiga keldi. Hind okeanda, ammo Sharqiy dengizda emas. Rossiyaning qurol setishdagi bunday diqqatli bo'lib olishi, davlat mudofaa sanoatida tashqariga bog'liq bo'lib qolgan Xitoylarni yangi manbalarni izlashga undadi. Shuning bilan Belorussiya, Ukraina, Isroiliya qatorliq davlatlarga qarshi etishga boshladi. Bo'libmi Isroiliyadan oldin signal sistemlari qatorliq bakmi sezgir texnikaga tayangan qurol sistemlarini olmoq dedi. Isroiliya Amerika tarafidan ogohlantirildi va Isroiliyaning qurol setishlarida Amerikaning ma'qulligini elish shartini qo'shib qo'ydi. Chunki Isroiliya Xitoyga setayotgan qurollarning asli manbasi Amerika. Xitoyga satmaysan, satadigan bo'lsang bizdan ruxsat olasan degan shartni qo'shdi. 21-asr Xitoy uchun cho'ng bir burilish nuqtasi bo'ldi. Bu burilish hem ideologiyalik burilish, hem texnikalik burilish edi. Bu burilish 15 yillik bir muddat ichida dengiz, havo va olam bo'shliqida Xitoyning qudratli harbiy kuch bo'ladiganligidan bishorat bermoqda edi. Shunlashqa Xitoylar Rossiyaning qurol setib olishdan ko'ra birlikda tadqiqot olib berish, birlikda ishlab chiqarishni orzulamoqda. Rossiya Xitoy orasida rayon xarakterli bexatarlik hamkorlik. Xitoy Rossiya 96-yil 4-oyda boshlangan strategik hamkorligi go'yo 2. dunyo urushining oxirlarida Amerika va Sovet ittifoqining dunyoni o'z nupuz rayonlari nuqtasidan bo'lishganiga o'xshash
Xitoy va Rossiya bu hamkorlik kelishimi bilan Yevroasiyo rayonini bo'lishadiganligining signallarini bergan edi. Tarixdan beri bo'lib kelayotgan ish bu. Her qachon qudretli davlatlar dunyoni bo'lishib olishga urinadi. Bo'lishib oladi bir mezgil. Ama bu bo'lishib olishlarning natijasi uzoqqa bormaydi. Ko'p oladi. Shanxay hamkorlik tashkiloti rasmiy qurilgandan keyin Rossiya Xitoy ikkisi Yevrosiyo tuproqlarini o'zining nüfuz sohalari ichida shartli turda bo'lishdi. Rossiya Xitoy hamkorligining kuchayib ketishida Rossiyaning umid qilganlarga g'arbdan erishilmaganlikdan yuzini Osiyo tarafga qaratganligining ta'siri nihoyat cho'ng bo'ldi. Aslida Rossiyaning yüzünü Asiyaga qaratishida g'arbning mas'uliyati bor. G'arb Rossiyaning qilgan umidlarini yo'q chiqardi, tamalarini yo'q chiqardi. G'arbdan kutganiga erishilmaganlik uchun u yuzini sharqqa qaratdi. Buningdimi g'arb mas'uliyatni ustiga olishi kerak. Demisimi g'arb Rossiyani izchil turda tahdid hisoblab, uningga birdan bir dushman degandek muomalada bo'lish natijasida Rossiyani Xitoylarga yiqilishga majbur qildi. Mayli Rossiya, mayli Xitoy nuqtasidan masala qaralsa, har ikkisi uchun kuchli bo'lishning ochquchi hamkorlik bo'lib ko'rinmoqda. Hamkorlikda yashash dedik, ammo bu ittifoq shaklidagi hamkorlik emas. Xitoy bilan Rossiyaning orasidagi hamkorlik ittifoq shaklidagi, ya'ni do'stona shakldagi hamkorlik emas. Taqdirdoshlikdan tug'ilgan majburiy hamkorlik deyish mumkin. Ya'ni taqdiri, ularning beshiga kelgan taqdir ikkisini birlashtirdi. Taqdirdosh bo'lganlik uchun va bu tashqi tarafdan hamkorlikqa zo'rlandi. İçide bir-biriga do'stlik yo'q. Ya'ni g'arbning majbur qilishi bilan barliqqa kelgan majburiy hamkorlik. Amerika Xitoyga qarata ko'p qatim do'stlik qo'lini sunib, Rossiyaga qarshi birlik bo'lishning bishoratlarini bergan bo'lsa-mu, Rossiya va Xitoy Amerikaning niyatidan hech xotirjam emas. İlgirlari arliq saqlab kelgan Hindiston bilan birdilli yaqinlashib harbiy hamkorlikni orttirgan Amerika hem Xitoyni hem Rossiyani endişelendirdi. Ko'rinishda Rossiya, Xitoy munosabatlaridagi taqdirdoshlik ularni niyat iqbolini birlashtirgandek bilinsimi, har ikkisining o'z oldiga so'qayotgan cho'plari borligimi bilinib turadi. Masalan, Rossiya Xitoyning tuproq butunligi masalasida har qachon Tayvanni, Tibetni tilga olib turib, Xitoyning tuproq butunligini qo'llaydiganligini bildirib kelayotgan bo'lsa-mu, diqqat. Hech qachon Sharq Turkiston masalasida Sharq Turkistonni Xitoyning ayrılmaz bir parchasi deb baqmaganligini diqqatingizga havola qilamiz. Rossiya Xitoyning tuproq butunligini itiraf qiladiganligini har zaman jakalab turayotganda bo'lsa-mu, bu jakalashda Tayvanni, Tibetni tilga oladi. Sharq Turkistonni tilga olmaydi. Sharq Turkistonni Xitoyning ayrılmaz bir parchasi deb baqmadi. Bu diqqatni tortadigan bir nuqta. Çünkü Rossiya bir tarafdan Sharq Turkistonning kechmishdagi mustaqillik salohiyatini eng ro'shan va eng tafsilotli biladigan bir davlat bo'lishligi bilan Sharq Turkiston masalasini Xitoy qarshi qo'llanadigan eng muhim kuzur deb qarayotgan. Yaxshi kunning yomoni bo'lib qolgan, Xitoy Rossiya munosabatlari bir xalta ko'chib kirib qolgan vaziyatda bu kuzurni ishlatish uchun ayayotgan bo'lishi mumkin.
Chunki sobiq Sovet ittifoqi Xitoy bilan munosabatlar buzilgan davrda, Xrushchevning davrida bir Uyg'uriston loyihasi o'tirg'i tuzib chiqqan. Ammo bu Davlat Majlisining Dumaning muzokarasidan o'tkazilmagan. Navbatdagi majlisda muzokaradan o'tkazmoqchi bo'lgan, biroq Uyg'urlarning baxtsizlik bo'lishi mumkin balki bu. Xrushchev Sochiga dam olishga ketgan fursatdan foydalanib, Kreml sarayida siyosiy o'zgarish bo'lib, Xrushchev ag'darilgan bir junub taxtiga chiqqan. Shuning bilan bu loyiha takror tilga olinmagan. Bu loyihada bugungi Qozog'istonning Yakan Chilak Uyg'ur noyisi Olmutini o'z ichiga olgan bir bo'lak Uyg'uriston Federatsiya Cumhuriyeti qilib qurilib, Olmutini Uyg'uristonning poytaxti qilib belgilagan va Qozog'istonning poytaxtini Qarag'anda shahriga ko'chirdigan shunday bir loyiha edi. Bu loyiha Davlat Majlisiga sunilmasdan Xrushchevning taxtdan tushishi bilan g'oyib bo'ldi. Demak, an'anaviy Rossiya, mayli u Sovet ittifoqi deb atalgan davrda bo'lsin, Sharq Turkiston qartini o'ynab keldi Xitoy bilan. Bilasizlar, ikkinchi Cumhuriyet davrimizmi Sovet ittifoqining Sharq Turkiston qartini o'ynagan davr edi. O bir o'yindan iborat edi. Bu tarixni hammalar bilasizlar. Xitoyga qarshi umuman Sharq Turkiston o'ynaladi. Rossiyaning qo'lida bir kozir bu. Uning uchun men o'tganki so'zlarimda deb o'tdim. Kelgusida yana o'ynashi mumkin Rossiya. Qachoniki Rossiya Sharq Turkiston kartini o'ynasa, u cho'ng o'ynaydi. Xuddi ikkinchi Cumhuriyetning qurilishiga qadar elib borganga o'xshash. 40 ming kishilik bir muntazam armiya barpo qilganga o'xshash cho'ng o'ynaydi bu kartni Xitoy bilan. Boshqa davlatlar bunda o'ynay olmaydi, qarindoshlar. Yana bir tarafdan tarixdan beri Rossiya Sharq Turkistonni o'z changilida tutish urinishini tashlamay kelgan. Bu Char Rossiya davridan shunda. Bilasizlar, Qashqariya davrida, ya'ni Yoqubbek davrida general gubernator Kolpakovskiy Kropotkinni Qashqariyaga vatgan. Qashqariyaning xaritasini chiqargan, o'lchash, tadqiq qilish olib borgan. Yoqubbekning butun davlat kuchini statistika qilib chiqqan. Bu urinishlarning hammasi Rossiyaning yoki keyingi Sovet ittifoqining va yoki keyingi yana Rossiyaning Sharq Turkiston kartini davomli o'ynaydiganligining misollari. Changilida tutish urinishini tashlamay kelganda, shunga bugunmi shunday bir shirin tushunishayotgan bo'lishlari mumkin. Shuningga qaramay, Rossiyaning Xitoy bilan bir safda bo'lib qolishi Rossiya uchun Amerikaning dunyoviy kuchi, Xitoyning iqtisodiy va harbiy jihatdan kengayishiga qaraganda texnik xatarlik ko'rinayotganligidandir. Xuddi Amerika yoki G'arb Rossiyani texnik xatarlik dushman deb xato tunib Xitoyni kuchaytirayotganga o'xshash, Rossiyani Xitoyning kuchayib ketishi Amerikaning dunyoviy kuchidanmi xatarlik emas deb qarab Xitoyni kuchaytmoqda. Bu har ikki tarafdan
Xitoy uchun foydali bir vaziyat yaratmoqda. Bugungi Xitoyning kelgan manzili, bugungi taraqqiyoti va qudrat tepishi hem Rossiyaning hem G'arbning xato qarashi natijasi kelib chiqdi. Va bu xato qarash qachongacha amaliy tadbirga aylanmay, og'izdagi qarshiliklar, loyihalar, dokladlar bilan cheklanib turaversa, Xitoyning texmi kuchayib, dunyoning zo'migiriga aylanishi olib boradi. Bu sebepten Rossiya Xitoyning Belorussiya bilan bo'lgan munosabatlariga sukut qilmoqda. Faqat Xitoyning G'arbga qarshi strategiyasini g'oyat yaxshi biladigan Rossiya Xitoyning texmi jiqroq qadam bosishiga yo'l qo'ymaydigan niyatda. Xitoyning Kubada tintinglash kuzatish punktlarini qurib, Amerikaning faoliyatlarini kuzatayotganligini obdan biladigan Rossiya, o'xshash punktlarning Belorussiyaga qurilib, Rossiyaning faoliyatlarini kuzatish niyati borligini faraz qiladi. Belorussiya frontida eşib berayotgan Amerika besimiga qarshi Xitoy tarafda turib, Latin Amerika karavaniga qo'shilib olish orzusi ig'ir bosmoqda. Qisqacha xulosa qilganda, büyük kuchlar orasida Osiyo qit'asida bir ta'sir doiri bo'lish ko'rishi davom qilmoqda. Endi qarindoshlar shunga diqqat qilsa, ikki cho'ng kuch orasidagi raqobat ba'zida ojizlarga fursat qozondirishi mumkin. Pakistanning yadro davlati bo'lib qolishi buning bir misoli bo'lsa, Hindistonning birdam Amerika tarafidan kuchlantirilganligi, birdam Rossiya tarafidan kuchlantirilganligi har ikkisida Xitoyga qarshi tangpongliq omil qilish ehtiyojidan bo'lgan bo'lib, bu xuddi Tochiqdan, Tayadan ikki taraf tam ta ko'chidan yoki quduqdan yoki qiyo tashliq tog'larning mazmut qiyo bo'lgan tog'larning qisilchoqlaridan birdan biyaga, birdan buningga dastlab egiz ko'tarilguniga o'xshash siyosatda ba'zida ikki cho'ng kuch orasida qolgan, har ikki kuch foydalanishni ko'zlaydigan ojiz davlatlar ashunda gah uningga dastlab, gah buningga dastlab yuqori ko'tarilishi mumkin. Ya'ni sakrash taxtasi. Her ikki tarafga tayinish. Növbet bilib foydalanishga o'xshab ketadi bu. Cho'ng kuchlarni sakrash taxtasi o'rnida foydalanish strategiyasi deyishgan bo'ladi bu. Hindiston Amerikaning bergan shuncha yordamlaridan keyin Xitoylar yetakchilik qilayotgan bir ittifoqqa, ya'ni Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'ldi. Endi Amerikaning qilgan ajri bekor ketdimi? Hindiston bu ittifoqqa a'zo bo'lishda Xitoyning ziyonkashlikdan saqlanishni, bir kunlik ostida bo'lish orqali tinch taraqqiy qilish muhiti yaratishni ko'zlagan bo'lsa, Xitoymi dal shuni ko'zlagan. Uni tinch taraqqiy qilishni. Buninglik bilan har ikkisi bu tinchlikni arzu qilib, hozir bir kunlikning ostiga kirib oldi. Buninglik bilan ikkisining orasidagi Oqsoy masalasi, Yaluzangbu dargasini tizginlash masalasi, Arunachal masalasi unutilib ketadi deganlik emas. Faqat bu ziddiyatni har ikki taraf vaqtli qo'yib turib, oldi bilan tinch taraqqiyot bilan kuchlanib olish, keyin buni ko'tarib chiqishni o'ylayapti. Kuchlangandan keyin men bu davoni qilsamlam, darhol g'alaba qila olayman deb o'ylayapti har ikkisi. Bu xuddi bizning tamsillarimizdagi qochqanmi Xudo deydi, qo'g'ilganmi Xudo deydi deganga o'xshab ketadi. Taraqqiyotda kim olg'a ketadi va kim bu tarixiy masalalarda o'tib chiqadi? Bu ularning taqdiriga bog'liq. Ya'ni Alloh tomonidan belgilangan taqdir qanday bo'lsa, shuningga bog'liq. Shundaqla taqdirmi ba'zida tadbir orqali o'zgaradi deb qaraydiganligimizdan kimning siyosiy o'yinni texmi mahirlik bilan o'ynay olishiga bog'liq. Hozirgi ahvol shuni ko'rsatmoqdaki,
Hindistan hem Rusiyanın hem Amerikanın yardımını kazanğından qaraganda bugünkü oyunlarda köprek payda ağıcı Hindistan bulup görünmekte. Yakın kelgisidimi Amerika Hindistanның dostluğundan vaz geçemeydi. Çünkü Rusya yoki Xitoy Amerika halkısıga qetilishga unamagan ahvolda Hind okeanini tizginlash uchun Hindistonning do'stligiga muhtoj bo'ladi. Mayli Irandan to'shiladigan energiya yoki Afrikadan kunsir ko'proq qozonilayotgan manfaatlarining to'shilish yo'lida Hind okeanida Xitoyga qarshi kuchli bir raqobatchining bo'lishi Amerika uchun albatta har zaman lozim. Şuğunisi Amerika üçün özünün mühimliğini obdan düşünüp durğan Hindistanmı Amerikanın arzularına uygun buluşdan burun özünün yani bir munç taleplerini oturup koymay kalmaydı. Ve Amerika eğer Hindistan'da davamlıq gözür kılaman deydiğalı bolsa Hindistan'ın taleplerini itibar kalmay amali yok. Yani Hindistan'a payda karındaşlar. Keyinki növbette İnşallah Xitoy-İran münasebetleri hakkında toxtalımız. Bugünçe müşahede tamam. Hemmanlarga Allah salametlik ata qilsin, niyet qilgan ishlaringda muvaffaqiyatlar ata qilsin. Allohga emanet.